Xudo xolisa obyektimiz bitta. Bu yerda qilgan ishlarimiz otepleniyani, kattaxonani polniy boshqatdan restavratsiya qildik. Bizda bu yerda tubli pol, radiatorli zonalarimiz bor. Degazator qo'ydik. Bitta elektrический котел rezervni 28 kilovatli, bitta 35 kilovatli konditsionerli gazda, bitta 50 kilovatli konditsionerli gazda, bitta 50 kilovatli konditsionerimiz bu propanda ishlaydi. Hop. Bu yoqda ko'rib turganinglardek kaskadni ulangan, подключение avtomatika qilingan, повода зависимый bor, kontrol управление bor. Bu yog'imizda suv vodosanapchenamiz, resirkulyatsiyamiz, сжижу podacha, sovuq suvlarimiz, умягчитель, тонкий очистка и давление насоскada. Hop, расширительный baklarimiz ikkitasi отопление uchun, bittasi boiler uchun, bittasi sovuq suv uchun davleniyada. Ko'p joylarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, skala davleniyada vibratsiya avratni поток bo'lganda basharasi korpus treshina bo'lib qoladi. Shuni hisobiga biz дополнительный расширительный bak qo'yganmiz. Gidroular uchun. Va xolasa bitta, endi bitta markirovka qilib borsak bo'ldi. Mana shu yerda savolinglar bo'lsa, fikringlar bo'lsa, kommentga yozasizlar. Prorabokamizni ham adminga qo'yamiz. Xolasa joninglar sog' bo'lsin, bizani kuzatishda davom etinglar.